Ana qizlar hozir avtorskiy maskani tayyorladim. Buning ichida живые дрожжи, gyaluronik kislota foydalaniladi. Yuzni chuqur namlaydi, elastikligini oshiradi, kollagen ishlab chiqarishni yaxshilaydi. Apparat yordamida surib yuzimizga massaj qilamiz. Apparatimizni ichkariga choptirib, ta'sirini 10x ga ko'paytiradi. Boshladik. Yuzga suriladi, yupqa qilib, juda ham kuchli. Jo'li qilishga ham yaxshi. Xohlaganingizcha yuzingizni konturlarini o'zingiz korreksiya qila olaverasiz. O'zini o'zi steril qiladi. Ushlab qo'ying. Qaynamasa, suvni parlatib qaynatib. Волшебство.